Nutqimni yaxshilashim uchun, nutqim bilan odamlarga ta'sir qilishim uchun qanaqa kitoblar o'qisam bo'ladi deb ko'p so'rashadi. Sizlarga ham aytib o'tmoqchiman. Eng kuchli kitoblar aytib o'taman. Birinchisi Ritorika degan kitob. Bu kitob o'zbek tilida bor. Bu kitobda siz fikrlaringizni chalkashtirmasdan, unutmasdan, aniq ravon odamlarga suhbatdoshingizga yetkazishni san'atini o'rganasiz. Ikkinchi kitob undan ham balandroqda turadi. Bu kitobning nomi Tang Fu deb nomlanadi. Ya'ni og'zaki jang san'ati. Bu kitob turk tilida va ingliz tilida, adashmasam rus tilida ham bo'lsa kerak, lekin haligacha o'zbek tiliga tarjima qilingani yo'q. Ya'ni og'zaki jang san'ati. Bu kitobda siz odamlar sizga qaysi gapni gapirganda qaysi gap gapirishingiz kerak, nimani gapirish kerak, nimani gapirmaslik kerak, mana shu narsalarni ham o'rgatadi. Ya'ni odamlarning emotsiyasiga ta'sir qilish usullarini o'rgatadi. Undan keyin uchinchi eng kuchli kitob Ta'sir psixologiyasi degan kitob. Ya'ni Robert Cialdini degan inson yozgan. Bu kitob o'zbek tilida bor. Zo'r tarjima qilingan. O'qisangiz. Xo'p, bu kitobda siz odamlarni emotsiyasiga ta'sir qilish usullarini o'rganasiz. Faqat nutqiy ta'sir emas u yerda, reklama bilan ta'sir qilish usulini ham, umuman ta'sir psixologiyasini o'rganasiz. Bu juda muhim, chunki nutqingiz agar kimgadir ta'sir qilmasa, siz nutqdan ko'zlayotgan maqsadingizga erisha olmaysiz. Tushuntira oldimmi? Birovlarni manipulyatsiyasining qurboniga aylanmasligingiz uchun ham mana shu kitobni o'qib chiqishingiz kerak, albatta va albatta. Undan keyin yana bitta kuchli kitob bor. Bu tana tili bo'yicha kitob, ya'ni nutq tanadan ham iborat bo'ladi. Siz nutqda ko'zingiz bilan ham nutq qilasiz, so'zingiz bilan ham nutq qilasiz, emotsiyangiz bilan ham nutq qilasiz, qo'l harakatingiz bilan ham nutq qilasiz. Bu yerda sizga yordam beradigan kitob siz nimani o'ylasangiz men o'shani ko'raman yoki tana tili. Ikkita kitob. Mana shu ikkita kitobdan birontasini o'qib chiqsangiz, odamlarni tana tili, ya'ni harakatlari, emotsiyalari, mimikalari, gestikulatsiyasidan kelib chiqib, ularning fikrini o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shu kitoblarni o'qib chiqqaningizdan keyin o'zi siz nutq bo'yicha bir baland darajali mutaxassisga aylanib qolishingiz ham mumkin.